Assalomu alaykum hurmatli talabalar va hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz zamonaviy moliyaviy yangiliklar va moliyaviy bozorlar. Bunga ikkita rejani belgilab olganmiz. Ya'ni birinchisi moliya tizimida moliyaviy yangiliklar va ularning qo'llanilishi. Ikkinchisi moliyaviy bozorning mazmun mohiyati va iqtisoddagi ahamiyati. Albatta hurmatli tinglovchilar va hurmatli talabalar, men o'zimni tanishtirib o'tsam, men Dino tadbirkorlik va pedagogika instituti, tadbirkorlik va boshqaruv fakulteti, Moliya va bank ishi kafedrasi o'qituvchisi Saidov Hayotjon Rahmatullayevichman. Bugungi mavzuyimiz bo'yicha ikkita rejani ko'rib chiqamiz. Birinchisida moliya tizimida moliyaviy yangiliklar va ularning qo'llanilishi. Moliyaviy yangiliklar markazlashtirilgan organlar tomonidan rejalashtirilmaydi, balki ayrim insonlar yoki korxonalarning harakatlari natijasida yuzaga keluvchi hodisa. Moliya sohasida investitsiyalarning yuzaga kelishiga turtki bo'ladigan asosiy iqtisodiy manfaatlar inson faoliyatining boshqa har qanday sohasida harakat qiluvchi manfaatlardan hech qanday farq qilmaydi. Endi bu borada Yevropa olimlaridan Adam Smith quyidagicha fikr bildirgan. Har bir individ o'zining kapitalini eng ko'p foyda keltirish uchun ishlatishga harakat qiladi. Uning niyatiga qoidaga ko'ra umumiy manfaatlarga xizmat qilish kirmaydi va u odatda ularni qondirishga qanchalik yordam berayotganini bilmaydi. Uni faqat o'zini xavfsizligi va foyda tashishiga soladi. Biroq mutlaq o'zining foydasi uchun harakat qilayotgan individ uning maqsadiga kirmaydigan natijaga ko'rinmas qo'l investment hand tomonidan yo'naladi. O'z manfaatlari izidan borib, u ko'pincha haqiqat qilmoqchi bo'lganidan ko'ra ko'proq jamiyatning rivojlanishiga samaraliroq yordam beradi. Bu holatni misollar bilan izohlash uchun yosh yigit 1965-yilda xorijga sayohatga ketayotgan, adashib qolgan vaziyatdagi masalalarni hozirgi kunga zamonaviy yosh yigit qanday hal qilishi kerakligi bilan solishtiring. Bir necha 10 yillik oldin xorijdagi sayohatchiga hech kim uning tilida gapirmaydigan joyda pul tugab qolishi mumkinligi to'g'risida doimiy xavotirga tushishga to'g'ri keladi. Bu holatda uyga telegramma yuborishga va o'z mamlakatidagi bankdan mahalliy bankka telegram orqali pul jo'natmasi shakllantirishga urinishga to'g'ri kelgan. Bu jarayon qanchalik uzundan uzoq va qimmat bo'lganligi tushuntirishning zaruriyati yo'q. Xorijiy banklar bilan kredit liniyalarini ochish to'g'risida oldindan kelishuvlar faqatgina eng boy sayohatchilar uchun mumkin bo'lgan xolos. Endi mana bizning davrda amalda xorijda xohlagan xaridni kredit kartochkasi yordamida to'lash mumkin. Visa, Mastercard va American Express kabi bunday kartochkalar yer sharining deyarli istalgan nuqtasida qabul qilinadi. Masalan, mehmonxona va boshqa turistik tashkilotlarda ham. Zamonaviy moliya fani o'rganishning asosiy sabablari mana. O'z pul mablag'laridan samarali foydalanish. Bularni bir qancha ta'kidlasak ham kam. Moliya bozorining mohiyati va funksiyasi. Moliya bozori bu moliyaviy aktivlarni sotish sohasi va ushbu aktivlarni sotuvchilar va sotib oluvchilar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar, korxonalarning moliyaviy faoliyati, moliyaviy bozorning faoliyati, uning turlari va segmentlarining rivojlanish va uning konjunkturasining holati bilan uzviy bog'liqdir. Moliya bozori o'zining eng umumiy ko'rinishida bozor bo'lib, unda turli xil moliyaviy vositalar va moliyaviy xizmatlar sotib olish va sotish obyektlari hisoblanadi albatta. Moliyaviy bozorlar quyidagi turlarga bo'linadi. Birinchisi pul bozori va albatta ikkinchisi kapital bozori. Pul bozori o'zi nima? Qisqacha to'xtalamiz. Pul bozorida bozor moliya vositalari va muomala muddati 1 yilgacha bo'lgan, barcha ko'rib chiqilgan
moliya bozorining moliyaviy xizmatlari sotiladi va sotib olinadi. Moliya bozorlaridagi ushbu qisqa muddatli sektorning faoliyati korxonalarga joriy to'lov qobiliyatini va vaqtincha bo'sh turgan balansidan samarali foydalanishni ta'minlash uchun pul mablag'lari taqchilligini to'ldirish bilan bog'liq muammolarni hal qilishga imkon beradi. Pul bozorida muomalada bo'ladigan moliyaviy aktivlar eng likvid hisoblanadi. Ular moliyaviy xavfning eng past darajasiga ega va ular uchun narxlash tizimi nisbatan sodda bo'ladi albatta. Endi kapital bozoriga to'xtaladigan bo'lsak, kapital bozori o'zi bu nima? Kapital bozori bu albatta pul bozori bilan birga iqtisodiyotning tarmoqlar va hukumat uchun tashqi kapital manbai hisoblanadi. Suda kapitaliga talab va taklifni shakllantiradi. Hurmatli tinglovchilar va hurmatli talabalar, shuning bilan bugungi ma'ruzamizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Qisqacha ta'riflashga harakat qildim. Rahmat e'tiboringiz uchun. Sog' salomat bo'linglar.